Qaranglar, sizlarga hozir bitta zo'r informatsiya aytib beraman. Mercedes-Benz kompaniyasini 79-85-yillar oralig'ida ishlab chiqarilgan model. Adashmasam W123 deb nomlangan ekan. Juda ham baquvvat qilib ishlab chiqarishgan ekan. Eng kamida texnik ko'rishsiz 1 million kilometrgacha yurgan ekan. 4,5 million kilometrgacha yurganlari ham bo'lgan ekan va oqibatda mana shu model kompaniyani bankrotlik yo'g'asiga olib kelib qo'ygan ekan. Endi aytilyaptiki, o'tda mana shunaqa sifatli bo'lib ketsa ham bu kompaniyani zarariga ham ishlashi mumkin ekan. Endi o'zimizning sohadan kelib chiqqan holatda bitta informatsiya esimga tushdi va sizlar bilan bo'lishmoqchiman. O'rtoqlashmoqchiman. Ya'ni Panasonic'ni zavodiga borganimizda vyuklyatorlarni tekshiradigan laboratoriyaga kirdik. O'tda bitta vyuklyatorlar endi mirovoy standart bo'yicha 30 ming 40 ming martagacha tekshirilar. Ya'ni 30 ming 40 ming marta o'chib yonsa bu normal hisoblanar ekan. Shuni o'zi kuniga 5 tadan hisoblasangiz 26 yil hisobladim taxminan. Bitta vyuklyator 26 yilgacha ishlashi mumkin ekan 40 ming martada. Endi o'tdagi xodimlarning aytishi bo'yicha 300 ming martagacha biz tekshirganmiz, o'zini holatini yo'qotmagan deyapti. Endi agar 40 ming martada 26 yil bo'lsa, 300 ming martada o'zingiz hisoblab ko'ringlar, taxminan 10 ga ko'paytirib olsanglar ham o'ladi 26 yil. Bu degani umuman buzilmaydi, bitta olgandan keyin qaytib kelmaydi degan tushuncha. Bu kompaniyani zarariga ishlab qolmasmikin? Nima deysizlar? Shuni o'ylab qoldim. Fikringlarni kommentariyada yozinglar, birga o'rtoqlashamiz. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum.